Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isim menhiyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bolgan Allah Ta'alaga xosdur. Allah Ta'alani chin qalbimdan madiyalayman. Onun ve hamd sana aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkizgan suyumli payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salam yollayman. Onun aile tavobatlariga, sahabilariga ve ta qiyomatgacha uning yo'lida mangadigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'qirmanlarimiz, endi huzuringizga Allah Ta'alaga munojat qilishning huzurini teting, babini o'qib berishni davomlashtiramiz. Atdigan oqshomlik vazifani unutmang. Men tövəndə sizga baxt saodatni qo'lga keltirish ve odami, jinni shaytonlarning yomonligidan saqlanish uchun har kuni saharda, oqshomda o'qiydigan zikr ve duolarni tavsiya qilaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. برقتم أقلده يعني bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hemiş tiriktir. Hemmini idare qilib turguchidir. U mügidab qanmaydi. Uni uyqu basmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa uningdir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi va keynidagi dunyo va oxiratdagi ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ilmidan, Allah bildirishni xohlagan narsalardan boshqa hech narsa bilmaydi. Allah'ın kursi osmonlarni ve ziminni öz ichiga sig'dirdi. Bu ikkisini saqlash uning ig'ir kelmaydi. U hammadan ustundir, hammadan ulug'dir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Yani ey payg'ambar, senden so'rganlarga aytqinki, sizlar bilmoqchi bo'lgan u Allah yegonidir. Allah hech kimga muhtoj emas, aksicha hamma uningga muhtojdir. U balaliq bo'lganmi emas, tug'ilganmi emas. Hech kim uningga tengdosh bo'la olmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq va min sharri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. 3 qitim o'qiladi. Yani ey payg'ambar, sen maxluqotning yomonligidan, qorong'ulik to'lgan kechining yomonligidan, chigiklarga dam soladigan sehrgarlarning yomonligidan, hasadxo'rning hasad qilgan chog'dagi yomonligidan, subhining Rabbi bo'lgan Allohga sig'inib panoh tilayman degin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril vasvasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yani ey payg'ambar, sen insonlarning Rabbi, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi bo'lgan Allohga sig'inib, kishilarning dillarida ba'zida vasvas qilib, ba'zida yushinib oladigan jin shaytonning va odamiy shaytonning yomonligidan panoh tilayman degin. Asbahna va asbahal mulku lillah. Oqshomlari amsayna va amsal mulku lillah deb o'qiladi. Asbahna va asbahal mulku lillah valhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم خير ما بعده. أقشملري هذه الليلة وخير ما بعدها deb o'qiladi.
وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. Akşamları هذه الليلة وشر ما بعدها deb o'qiladi. Robbi a'udhu bika minal kasali va su'il kibari. Robbi a'udhu bika min azabin nari va azabin fil qabri. Yani biz tong atqızdık. Barcha padişahlık Allah'a mensup bo'lgan holda tong atdi. Biz kesh qildik. Barcha padişahlık Allah'a mensup bo'lgan holda kesh kirdi. Bütün hamdu sana Allah'a xosdir. Allah'tan başqa hiç bir ilah yoktur. Allah yalğızdır. Onun hiç şeriki yoktur. Padişahlık ve hamdu sana onunla xosdir. O hamma narsaga kuch yetguchidir. Rabbim, bu kunning va keyingisining yaxshiligini tilayman. Bu kechining va keyingisining yaxshiligini tilayman. Sana sig'inib bu kunning va keyingisining yomonligidan panoh tilayman. Bu kechining va keyingisining yomonligidan panoh tilayman. Rabbim, sana sig'inib hurulliqdan, qiyrilikning yomonligidan panoh tilayman. Sana sig'inib do'zaxdagi azobdan va qabrdagi azobdan panoh tilayman. Allahumma bika asbahna va bika amsayna va bika nahya va bika namutu va ilaykan nushur. Akşamları ve ileykal masir deb o'qiladi. 3 qitim o'qiladi. Yani ey Allah, atdiganda sening qudrating bilan turdik. Sening qudrating bilan kashlidik. Sening qudrating bilan yashaymiz va sening qudrating bilan o'limiz. Toplanadigan joy sening dargohingdir. Qaytadigan joyimiz sening tarafingdir. 3 qitim o'qiladi. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yani ey Allah, sen mening Rabbimsan. Senden başka ma'bud yo'q. Sen meni yarattın, men sening bandang. Men payg'ambarlarning tili orqali mendan olgan ahdingni va va'dangni kuchimning yetishicha amalga oshirishga tirishaman. Sana sig'inib ishlarimning yomonligidan panoh tilayman. Menga ato qilgan ne'matlaringni to'nayman va gunohlarimni e'tirof qilaman. Ey Allah, gunohlarimni mag'firat qilgin. Haqiqatan gunohlarni sendan bo'lak mag'firat qilguvchi yo'qdir. Bir qitim o'qiladi. Allahumma ma asbaha bi. Akşamları ma amsa bi deb o'qiladi. Min ni'matin aw bi ahadin min xalqik. Faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakash shukru. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. 3 qitim o'qiladi. Ey Allah, menga yoki bandalaringdan birasiga attiganda hamda oqshomda ato qilingan qandoqli bir ne'mat bo'lsin, u cho'qim seningdindir. Sening hech sheriking yo'q. Hamdu sana va shukr faqat sanga xosdir. Ey Rabbim, sening podshohligingning kattaligi va martabangning ulug'ligiga loyiq keladigan hamdu sana sanga xosdir. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت 3 qitim o'qiladi. Ey Allah, tenimni saq qilgin. Ey Allah, ko'zimni saq qilgin. Ey Allah, qulluqimni saq qilgin. Haqiqatan sendan boshqa ilohiy ma'bud yo'qdir. Ey Allah, sana sig'inib kufrlikdan va piqirlikdan panoh tilayman. Qabr azobidan panoh tilayman. Haqiqatan sendan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Hasbiyallohu la ilaha illa huwa alayhi tavakkaltu va huwa robbul arshil azim. 7 qitim o'qiladi. Allah menga kifoyadir. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Uningga tayandim. O büyük arşinin Rabbidir. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alim. 3 qitim o'qiladi.
Nomini atgan kishiga osmon va zaminda hech narsa ziyon yetkazmaydigan Allohning nomi bilan boshlayman. Alloh hammani anglab va ko'rib turuvchidir. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi nabiyyina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyyan va rasula. 3 qitim o'qiladi. Egam Alloh, dinim islom, payg'ambarim Muhammad alayhisalom ekanligini qabul qildim. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqi va rido nafsi va zinata arshihi va midada kalimati. 3 qitim o'qiladi. Allah pokdir. U mahluqotlarning sonicha, arshining zinnatlaricha, uning so'zlarini yezishga yetarlik siyohlog'icha va o'zi mamnun bo'lg'icha hamdu sanoga loyiqdir. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. 10 qitim o'qiladi. Yalğız bir Allah'tan başqa hiç bir ilah yo'q. Uning sherigi yo'q. Padişahlık hamd sana onunğa xosdir. Allah hammaga qodirdir. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq. Yani Allah'ның ulug' kalimalariga sig'inib, mahluqotning yomonligidan panoh tilayman. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsimizni mush yerda oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ah